Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga alohida e'tibor ko'rsatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash borasidagi amaliy ishlar keng e'tirof etilmoqda. Yaqin kunlarda Ramazon oyi davomida ehtiyojmand aholi qatlami uchun katta miqdorda mablag'lar yo'naltirilib, bepul jarrohlik amaliyotlari, iftorlik tadbirlari, Ramazon hadyalari, arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etish hamda uy-joylarni ta'mirlash kabi bir qator xayrli ishlar amalga oshirilgan edi. Bugun esa ana shu ezgu ishlar davomi sifatida yurtdoshlarimizdan 100 nafari Prezident hojisi degan ulug' maqomga munosib topilib, muqaddas haj amallarini ado etish baxtiga sazovor bo'lmoqda. Bu holat insonparvar siyosatning xalqimizga, ayniqsa ehtiyojmand qatlamlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rligining amaliy ifodasidir. Shu munosabat bilan Zafarobod tumanidan O'rozov Abduhoshimga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev haj safari uchun yo'llanmasi va sovg'asi topshirildi. Yo'llanma va sovg'ani Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Mustafoyev shaxsan ziyoratchining xonadoniga borib, tantanali tarzda topshirdi. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shuni yo'lga qo'yibdi. Bizlardan keyin ham davom etsin bu, qolganlar ham borsin. Bizda hajga borganlar, umraga borib keyin boru, hajga borganlar yo'q, birinchisi men bo'layapman. Birinchi hozirga. Mana prezidentning sharofati bilan, mana prezidentimizning e'tibori bilan mana shu darajaga keldik. Mana xursandman juda. Endi siz hamma hojilarning hojisi bo'lasiz. Prezident hojisiz. Prezident hojilari tashabbusi davlatimiz rahbarining xalqimizga bo'lgan mehr-e'tibori, nuroniylar va ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan insoniy yondashuvning yorqin namunasidir.